Zafarbek Umra obunachilari, avvalambor sizlarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlarni taklif qilib qolamiz. 14 kunlik paketimiz Centrum kompaniyasi birgalikda biz bilan kelib ibodat qilishlarini hammalarga nasib qilsin. Shu 14 kunlik paketimizga Xudo xolasa inshaalloh mana xizmatlar, elivoshilar, yemoq, ichmoq, viza, bilet, hamma xarajatlar ichida bo'lib $1000 dan bo'lyapti. $1000 ga bitta telefonim olib qo'yapti. Shuning uchun hammalarni taklif qilamiz. Shu joylarga kelib Allohning baytini tavof qilishni nasib qilsin, payg'ambarimizni ravzalarini ziyorat qilishni nasib qilsin. Xo'p, milliy taomlarimiz bor, undan tashqari xizmatlar a'lo. 50 yoshimiz o'zi olib kelib olib ketadi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi, qiyinchilik kamchiliklar bo'lmaydi. Kelgandan keyin albatta 50 yoshini aytganini qilib, ibodatni ko'proq qilib olish kerak. Chunki 14 kunlik kunlarimiz biz uchun omonat. Chunki bir vaqt o'tib ketib qolyapti. Mana bizga ham safarimiz qariyapti. Xudo xolasa inshaalloh 1-2 kundan keyin qaytamiz. Shuning uchun kelib bu joylarda, masjidlarda, mehmonxonalarda namoz o'qimasdan mana yaqin joylashtirib qo'yganmiz mehmonxonalarimiz ham masofalarini kelib Baytullohlarda 5 mahal namoz o'qishlar hammaga nasib qilsin. Safarda yurib, safarda ota-onasi umraga jo'nataman deganlar, deb niyat qilayotgan farzandlarni ham hammalarini safarlarini bexatar topganlarga Alloh baraka bersin. O'zingizlarni ham Alloh chiroyli ibodatlar bilan, xalqimizga chiroyli duolar bilan Alloh shu joylarga kelib ibodat qilishni nasib qilsin. Milliy taomlarimiz, elivos xizmatlarimiz, bu yerdagi texnika xizmatlari, samolyotdagi biletlarimiz, viza biletlarimiz hammasi bo'lib $1000 ga arzon. Chunki kelgan odam o'zi biladi bu yerdagi mashaqqatlarda qanaqa xizmatlar qilyapti elivoslarimiz. Ularni ham o'zi ko'zi bilan ko'rib, xizmatlarini Xudo xolasa ajrini ko'rsatib qo'yadi. Sababi xalq uchun xizmat qilish uchun elivoslar xizmat qilyapti. Har xil fe'l bo'ladi insonda, bari fe'li bor odamlar nima deydi? Bular biznes qilgan, pul topsa bo'ldi. O'zlari kelib mashinaga kelib 50 yoshlik qilsa ko'radi. Kim pul topganiga, kim nima qilgani. Allohning rahmatidan umidvor bo'lib, chiroyli amallar qilaylik. Xalqimizga bir mana shu jinni bo'lsa ham qo'limizdan keladigan yordam kimdir puli bilan, kimdir ahli bilan, kimdir tili bilan degandek shu umid qilib yaxshi amallar qiladigan maqsadda yurgan qorakamlar, shularda qorlar akalarimiz keladi, xizmatlar qilib berishdi. Bularni ham qadrga yetaylik. Kelgandan keyin bularni aytgan gaplardan chiqmasanglar, amallarlar mustahkam bo'ladi. O'shaning uchun tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa mana bu like bosib qo'yinglar, like ham bosinglar. Hech qanaqa bir xarajat yo'q ekan-ku. Shuni bosinglar. Buni mahlimasi, foydasi nima ekan? Ko'proq odam ko'radigan, ko'proq odamlar shu qayerdan ketishni bilmayotgan odamlar, bilolmayotgan odamlarga naf bor ekan uni. O'shaning uchun ayamanglar. Bir marta shunday like bosib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Hop. Xizmatlarimizni Xudo xolasa reyslarimizni Vodiydan qildik. Toshkentdan bor, Vohadan bor. Endi asosiy hozir juda ko'p odam Vodiydan bo'lgani uchun Vodiyda biletlarimiz qimmat bo'lib ketyapti. Andijon, Farg'ona, Namangan reyslarimiz biletlari 1100 ga chiqib ketdi. Sababi odam, aholi ko'p. Toshkentimiz bir $50 farq qilyapti, $50 arzonroq bo'lyapti. O'shaning uchun Voha tomonlar ham qimmat. O'shaning uchun demoqchiman, 50 so'm, 100 so'mga qaramanglar, kelib shu joylarga kelib ibodat qilishlarini hammalarga tavsiya qilaman. Yurtimiz tinch bo'lsin, vatanimiz tinch bo'lsin. Shu ishlarda xizmat qilayotgan barcha insonlarni ham Alloh nima maqsadlar bo'lsa, maqsadlariga yetkazsin. Pastdagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Shu nomerlarga murojaat qilinglar. Nima kamchiliklar bo'lsa, nima xizmat bo'lsa, nima olib borish kerak bu yerlarga batafsil xabarlarni aytib berishadi. Mayli, sog' salomat bo'linglar.